Assalomu alaykum hammaga. Biz yine sovuq, qor bo'lishine qaramasdan yine o'zlarimizni jamoamiz bilan ishlarimizni boshladik. Xudo xolasa bizani xudo xolasa asosiy ishimiz gazlashtirilgan hududlarni ko'mirli kotellar bilan ta'minlash hisoblanadi. Bir klientimiz bunkerli kotel zakaz berdi. Yine xudo xolasa kotelini yüklab manziline yuboryapmiz nasib etsa jamoamiz bilan kima kotellik xizmatlari, qurib bunkerlik o'zini xizmatlari kerak bo'lsa, santexniklik xizmatlari, otopleniyalik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Kotelni o'zi kerak bo'lsa ham bog'lansangizlar bo'ladi. Xudo xolasa kotellarimiz ham sezonuna qaraganda listlarimizni bahosini qaytishi evazini hozir kotellar ham narxi tushgan. Shunga qarab murojaat etaverasizlar. En azı bunkerli kotelimiz yine 200 kvadratlik 11 milyon so'mga ketdi. Xiva tumanine yanglishmasam, klientimiz Xiva tumanidan zakaz berdi. İnternetda turib. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Endi yana bir neni aytib o'tadigan bo'lsam, bizlara to'qirchi stanok ishlatib turadigan odam kerak, ishchi kerak gapni qisqasi. Endi to'qinli stanokni, endi shu seximizga joylaymiz, shuni ishlatadigan odam kerak. Hal oylik desa oylik beramiz, ob'yom desa ob'yom, ishlagan ob'yomini, nov desa xalagan turini kelishamiz xudo xolasa. Yine şu to'qinli stanokni geliştirilgan holatda ichanda stanoklarimiz ko'p. Hamma stanokni asosiy to'qirlik ishini aytadi, lekin arg'i stanokchilar bilan kelishgan holatda bir-birine qarashib variantda ishlashadilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.